Bolalarga savol ruknidan. Bu yoqqa yaqir. Mana bolalarga savol hammasiga. Hozir bolalar bilimini tekshiramiz. Hammangiz qaysi holatda ofsaydda turgan o'yinchi ofsayd hisoblanmaydi? Out 1. Birinchi out. Yurib ketaveramiz. Kaptoysiz bo'lgan o'yinchi, kaptoysiz bo'lgan. Yo'q, mana kaptoy oshirildi, unga ofsaydda turibdi. Unga kaptoy oldi, lekin ofsaydda edi, u ofsaydda emas. Mana liniya, men mamutda tursam bo'ldi ofsayd. Agar men o'yinchi yo'q. Qara, savolni yana bir marta aytaman. Qaysi holatda ofsaydda turgan o'yinchiga to'p yetib boradi-yu, u ofsayd butun hamma ko'ryapti. Stadion, sudya hamma ofsaydda. Lekin ofsayd hisoblanmaydi. Ofsaydda qaysi holat u? O'yin paytida. Oxirgi защитник turgan. Mana bittasini topib kelaring. Outdan otib bersa, ofsayd emas. To'g'ri. Qancha oxirgi o'yinchidan, raqib o'yinchidan qancha? Googledan chiqib tez. Orqadan oldin yo'q bu ofsayd. Qani topdilaringmi? Защитник Hech kim topmadi. Yo'q. Ulan keyin o'ziniki qolganda. Yo'q, mana o'yinchi o'zini yarim poylasi, tushundimmi? O'yinchi ofsaydda turibdi, yaqqol ofsaydda. To'p unga oshirildi. U ofsaydda, hamma bilyapti ofsayddan. U to'pni oldida chop kirib ketib, birga-bir urdi. To'p oshirildi, oyoq bilan oshirildi. Out emas, oyoq bilan oshib berdi. Yo'q. Uyg'ulda qara, mana Uyg'ulda ham gap yo'q. Mana mana shu bola topdi. Bo'l, keyingi safar bittasini kesgan olasan. Yana bitta savol bolalar. Mana o'yinda shunaqa holat bor. Ya'ni narushение deydi, ya'ni o'yin qoidasi buzilishiga kiradi. 100 marta buzsa ham shu o'yin qoidasini bitta o'yinchi 100 marta buzsa ham sariq ham berilmaydi, qizil ham berilmaydi. Patkatga qizil berilmaydimi? Ha, sunnat. Patkatga, agar u patkat fol pasi nadejda bo'lsa-chi, o'yinchini chalsa. Kiyimidan tortsami? O'yin to'xtatiladi, chunki u o'yin qoidalariga zid narsa bu-da. Ya'ni o'yin to'xtatilishi kerak. Urilishib ketdi. Yo'q. Sizlar boshqa joydan qidirasizlar. Yo'q. Topa kim? 100 marta qilsa ham hakam unga sariq bermaydi. Jamoaviy. Bordi. Boshqa yerdan qidirasizlar, boshqa yerdan. Sizga shamsa. Yo'q. Qo'lida ruchka bo'lganmi? Yo'q, qo'lda ruchka sira sariq. Qo'l yopishib turgan. Yo'q, sudyaga bo'lsa bermaydi. Prичем bet sudya, men aytayapman, mana san deylik, o'yin paytida shu holatni 10 marta takrorlasang ham shu o'yin qoidasi, to'xtashga sabab bo'ladigan. Oyoqini bosasi. Yo'q, sariq yo'q. Qayerga? Qayerga? Tribunaga. Keyinchi. Qo'lidan shu'si. Necha marta 10 marta tepsa ham bo'lmaydi, to'g'rimi? Ha. Rosa yaqinsan lekin. Shu holat shunda nima bo'ladi shunda? Trenerga tepsa. Yo'q. Pavlovga tepsami? Kim topdi? Outga mana. Savol sizlarga yana tarixdan balkim bilarsizlar, balkim yo'q. Miras. Kelinglar. Asad. Mana Namagani qara Asad. Qara, O'zbekiston tarixida birinchi tashkil etilgan klubning nomi va nechinchi yil tashkil qilingan? Yo'q. Yo'q. Bunyodkor yaqin tashkil qilingan. Yo'q. Yo'q. Samarqand. Nafas? Nafas degan jamoa hali tashkil ham topilgan. Yo'q. Neftchi. Yo'q. Kim? Birinchi o'zbek futbol klubi tashkil topilgan, birinchi o'zbek futbol. 1912. Gap yo'q. Mujik mana bilar ekan. Mana eslab qolinglar. O'zbek futbol tarixini biladi.